欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sigila Asghar。今天我们要学习的是第4单元的第一部分的这个目标大本营啊，目标大本营。那我们呢一起来看一下，首先是词义辨析。词义辨析deganimiz就是说쉽게 o'xshib qoladigan ya ma'nodashda yoki这个shaklda ishqilib o'xshib qoladigan so'zningki nimasi deymiz? Men degan ma'nodash so'zningki bunda farqi ya. Na hop, qaysi ikki ma'nodash so'zkin? Sa. Bu ikki xatning o'qilishimi o'xshash ya. Sa. 那首先咱们来看一下这两个字。第一个撒呢，它前面有一个什么旁呀？一个提手旁。提手旁跟什么有关系？跟我们的手有关系。那第一个撒应该是qo'l bilan munosabatlik bo'lishi kerak。那ko'pincha应该是qo'lning harakati bo'lishi kerak deb o'ylasak bo'ladi va。那ikkinchi撒前面的这个偏旁部首是3点水。那3点水bo'lgan chaqda u nim bilan munosabatlik deymiz? Suv bilan munosabatlik。那u vaqtida u 3点水是不是跟suyuqlik bilan munosabatlik birisi qo'lning harakati bilan munosabatlik deb tushunsak bo'ladimi? 差不多啊，我们来看一下。那撒跟撒都指的是har ikkilisi qanday分散落项的chechilib bunda pastga tushganni ko'rsatib beradi va 但用法不同 lekin bularniki ishlatilishi o'xshamaydi。撒呢，aldida 3点水有3点水的撒用于液体，也就是suyuqlikqa ishlatildi。把3点水suvni ko'rsatib berdi deymiz ku，跟水有关。那在这个地方它就是跟液体有关，suyuqlik。那就是说，masalan suv chechish nima bichimida ishqilib suyuqlikni chechish degan ma'nosi bo'lsa，uni sa deymiz。那我提手旁的一个撒句，提手旁bo'lgandan qo'l bilan munosabatlik，那就是说suyuqlik emas，是qattiq narsalarga qattiq jismlarga chashqanni sa deymiz。那其实bu ikkisining farqi birisi suyuqlik, birisi qattiq narsa deb tushunsak bo'ladi va masalan bu yerdagi misolga qarab boqaylik. Birinchisiga 洒水车来了。洒水车来了，suv chechish mashinasi keldi。suv chechish bo'lgandan keyin 洒水 oldida 3点水bo'lishi kerak。别把汤洒了，sho'rpasi to'kilib ketmasin。那sho'rpa u suyuqlik holatda，所以应该是3点水bo'lishi kerak。那别把汤洒了，他洒下了热泪。u issiq yeshini to'kdi， yosh to'kdi deymiz, yoshni chechivatdi demaymiz。那 yosh to'kdi degan keyin bu yosh deymi qanday holat? Shu固体还是液体呀？suyuqlik holat shuningga buningimi 3点水把sani ishlatamiz。好，那ostidagisiga qarasa豆子撒了一地，purchaq bir yerga chechilib ketdi。那就是yerning hammasi purchaq bo'lib ketdi。那purchaq suyuqlikmi yoki qattiq narsami? Qattiq narsa uningga 提手旁ni ishlatamiz。沙子全都洒出来了，qumning hammasi chechilib ketdi。那这个qum也是固体，shuning uchun buningimi shu 提手旁的sani ishlatishimiz kerak。纸袋破了，那iliqi qog'oz xalta yitilib ketdi，瓜子都洒在了桌子上。gazirning hammasi nega chechilib ketdi? Jo'zining ustiga chechilib ketdi dedi. Gazirlarning hammasi jo'zining ustiga chechilib ketdi。那bu gazirmi液态还是固态？固态是固体。那shuningga buningimi 提手旁的这个sani ishlatamiz。那就是说，其实ikki saning o'qilishi o'xshash hamda ma'nosi chechish bo'lgani bilan farqlantirish nihoyatda oson。那第一册的偏旁部首你yaxshi o'rgandingizmi？就从这里我们就可以看出来了啊，3点水呢跟液体有关，所以这个3点水的撒呢也是跟液体有关。提手旁呢跟手有关，所以提手旁的这个撒呢应该是固体bo'lishi kerak。tushundingmi？好，那后三
跟老师呢把这个地方一起读一下。洒水车来了，洒水车来了，别把汤洒了，别把汤洒了，他洒下了热泪，他洒下了热泪，豆子洒了一地，豆子洒了一地，沙子全都洒出来了，沙子全都洒出来了，纸袋破了，瓜子都洒在了桌子上，纸袋破了，瓜子都洒在了桌子上。好，这个是我们的词义辨析。那下面呢，我们来看一下我们的词句例式。这一课的词句例式就两个啊，就两个。哎，我们去个点哈，我把 get 嘿。不然就是该动词加的加动词，那就是该点哈等看那个不是偏，还能定见，也能的那个的变的不是偏。啊，的嘛动词不管讲的不是就不该 A 的 A， 该 B 的 B 的语言是不对，该 A 的 A， 该 B 的 B。那 A 的 A不管定见。미에디게 맛있게 필 옥셔시 bir xat degan gap ba.那就是qiladiganni qilib, manda qiladiganni qilib, anda qiladiganni qilib degan ma'noda chiqadi va manda qiladiganni qilib, anda qiladiganni qilib. Masalan, biz odatda masalan bir misol olsak, 这个 ta'til bo'ldi, saboqdashlarninki yurtiga qaytadiganlari yurtiga ketdi, sayohatga bordiganlari sayohatga ketdi desak, mundaq qiladiganlari mundaq qilyotdi, andaq qiladiganlari andaq qilyotdi degan bo'lsak, mushuni ishlatamiz. 放假了，同学们回家乡的回家乡，同学们回家乡的回家乡，去该回这个该弄特该放假了，同学们该回家乡的回家乡，该去旅游的去旅游该去旅游的去旅游了，这是不多。然后yana masalanga这个saat 12 bo'ldi, uxlaydigan bolalarning hammasi uxlab bo'ldi,就是uxlashga tegishli bo'lganlarning hammasi uxlab bo'ldi. 12点了，同学们该睡的都睡了，都这个12点了，同学们该睡的都睡了。desek bo'ladi va 就是说 mundaq qilishga tegishli bo'lganning hammasi mundaq bo'ldi degandek. 再比如说 qilishga tegishli bo'lgan ishlarni yaxshi qiling, qilishga tegishli bo'lmagan ishlarni qilmang desek, 把该做的事情做好，把该做的事情做好，不该做的事情不要做，不该做的事情不要做。desek bo'ladi. 好，然后呢，我们来看一下看一下miyadagi misol qarab boqaylik. 我把家里该洗的洗了，该擦的擦了。们uydagi该洗的洗了，那就yuydiganlarni yuyib, 该擦的擦了, surtadiganlarni surtibetdi. Men uydagi yuydiganlarni yuyib, surtadiganlarni surtibetdim debdi. 第二个，同学们该说的我都说了。saboqdashlar, deyishga tegishli bo'lganning hammasini dedim. 希望你们继续努力 sizlarniki davomli tirishinglarni umid qilaman. 第三个呢，你只要把你该做的做好就行. Siz faqat o'zingiz qilishga tegishli bo'lgan ishlarni yaxshi qilsangizlar bo'ldi. Ishqilib 就是你这个需要做的事情都做了 desek 就是该 A 的 A 了 desek bo'ladi. sizning yeyishga tegishli bo'lgan tomoqlaringizning hammani yeb bo'lib desek, 把你该吃的都吃了，把你该吃的都吃了 desek bo'ladi. 这个不难吧？ desek 对吧？好，那我们看第二个，这个是什么呀？
个的多，用在动词后面，那的是的么是拼音给看的，拼音给看的动词后面，说明动作的情况和结果。Yani şu hareketninki ahvali ya bo'lmasa natijasini ko'rsatib berdi. Bu yerdagi bu miqdor so'z emas. Chuma miqdor so'z emas. Biz odatda bu shu da burun ishlatgan vaqtimizda men sizga bir yumur so'zlab beray, 我给你说个笑话，我给你说个笑话。bu vaqtida bu ning keyniga bir ism kelyotdi-ku. 这个时候它是什么呀？名词啊。这个数量词，它后面跟个名词的时候，它是数量词。但是呢，hozir miyadagi ning kendisi ism bo'lmaydi。它可以是别的词，可能是形容词，也可能是动词qatorliq。u vaqtida nimani ko'rsatib berdi desak，就是它就变成了一个什么呀？就变成了一个副词啊。那我们来看一下，比如说。Mening singlim og'zi ichilsam to'xtamaydi desek， 我的妹妹一开口就说个不停，我的妹妹一开口就说个不停desek bo'ladi， 那就是to'xtamay gap qiladi degan gap bo'ladi。那bu yerdagi nimani bildirdi desak， 就是他说话 gap qilishi。那 gap qilishdan keyin natijasi 或者说 ahvoli qanday to'xtamaydi, sho'ga bu ting deganday. Ya'ni masalanga bugun orom oladi ekanmiz, bugun kechda chiqib toza bir puxadan chiqqidek o'ynab kelmamdi desak, 今天我们要休息，我们去玩个痛快吧。今天我们休息，我们去玩个痛快吧。desak bo'ladi。然后呢，再比如说uy tozalash degan deymiz, 打扫deymiz, 或打扫房间。那么uyni qanday tozalab etay, bir tal qilma topolmagidek tozalab etaychu degan bo'lsam, 今天我要把房子打扫个一尘不染。今天我要把房子打扫个一尘不染。desak bo'ladi。然后tushundikmi? yana bir misol olsak, masalan, 我现在呢有一个问题, men hozir bir shu so'raydigan savolim bor. Men bu savolni qanday so'ramoqchi? Aniq qilib so'ramoqchi. 就是问个清楚，问清楚，问个清楚。那我有一个问题，我想问个清楚。mening bir savolim bordi, men bu savolni aniq qilib so'ramoqchi。我有一个问题，我想问个清楚desak bo'ladi。那么 kitobdagi misolga qarab boqaylik。杭州一到春天雨就下个不停。杭州这个 bahar bo'lsa杭州的nim bo'ldi ekan, 雨就下个不停。yomg'ir yig'averadi, yomg'ir yog'adi, qanday yog'adi? to'xtamay yog'adi。那这个to'xtamay deganimiz 就是ning keyindagi mushu harakatga qarab bizga to'liqlab so'zlab bergan mushu natijasi。今晚我们喝个痛快。bugun kechda biz puxadan chiqqchi ichaylik debdi。我们喝个痛快，那就是ichaylik。qanday ichimiz? 痛快bo'lg'ichi。我要去找老师问个明白。men muallimni izlab 就是 aniq bir so'rab kelma debdi。我要去找老师问个明白。好，这是我们今天的这两个词句例式，一个是该 A 的 A， 那还有一个呢是个个，两个内容都不难，也是我们经常用的，希望同学们都学会它啊。那下面跟老师一起来读一下。我把家里该洗的洗了，该擦的擦了。我把家里该洗的洗了，该擦的擦了。同学们，该说的我都说了，希望你们继续努力。同学们，该说的我都说了，希望你们继续努力。你只要把你该做的做好就行。你只要把你该做的做好就行。好，这是
该 A 的 A 啊。第二个个，杭州一到春天雨就下个不停。杭州一到春天雨就下个不停。今晚我们喝个痛快。今晚我们喝个痛快。我要去找老师问个明白。我要去找老师问个明白。好，这是我们的词句例式。那接下来我们来看一下表达方式。表达方式今天要学的是农业常用语，那就是Yeziklik bilan munosabatlik so'zlargani buga o'rganganimiz就是masalan qancha yetadingiz uchi buchi degandek doim so'raydigan gaplarni biz o'rganganmiz. 那我们一起来看一下啊。第一个呢，你家有多少亩地？Odatda biz ertaga vaqtimizda ya'ni 1 moya, 2 moya, 3 moya deymiz. Mushadiki mushu mo deganimiz mu deb ishlatadi. 那多少亩地？1亩地、2亩地、3亩地、5亩地、10亩地degandek. Sizlarning o'yda qancha moya bor? Yana qaysi so'zga ishlatamiz? Di deganga. 然后回答呢，我家有8亩地。Bizning uyda 8 moya bor. 那100亩地、200亩地都可以啊。moya亩地。第二个呢，你们种的什么农作物？农作物deganimiz就是ziraatlardan. Sizlar qanday ziraatlarni teridinglar? Qanday ziraatlarni teridinglar? 那 biz mushu terish deganda nima deymiz? 种 deymiz. 那 miyada misolda 我们种的 biz mana terdik nima? 小麦 degan bug'doy, 玉米 qo'noq, 高粱 deganimiz oqqo'noq, 水稻 shal, 棉花 paxta, ya'ni kivas deb qo'ymizg'u,等 deganimiz qatorliq. Ana nimani terigan bo'lsangiz, 这个 shuni terdim desak bo'ldi. Masalan, 我们种的葵花 hozir terdik, 我们种的甜菜我们种的西红柿都可以啊，都可以。好，下面一个呢，棉花亩产量是多少？棉花亩产量是多少？ Mavu paxtaninki mushu har bir moyadan chiqqan mahsulot qanchalik? 意思就是说bir moyadan qanchalik mahsulot chiqdi demoqchi. Nimani so'rabdi? Paxtani so'rabdi. Boshqa narsalarni so'rasakmi o'xshash. 小麦亩产量是多少？这个水稻亩产量是多少？这个玉米亩产量是多少？都可以用啊。Ishqilib bir narsaniki mushu bir moyadan qanchalik ziraat chiqyotidi desak, 亩产量是多少deb ishlatamiz. Mening debdi 400多公斤，400 necha kilo， 那就是400 kilodan ortiqroq 400多公斤。然后下面一个呢，bu yer tergan chaqda nima ish qilamiz? Sug'urimiz-ku. Sug'urishni nima deymiz? 浇水。你家地浇水了吗？你家地浇水了吗？那就是sizlarning yerni, sizlarning uydagi yer demoqchi emas, 就是sizlarning yeringlarni,或者yeringlarga sug'adinglarmi bo'lsa, 你家地浇水了吗？那 sug'urib bo'lgan bo'lsangiz 浇了 sug'urmagan bo'lsangiz 还没浇 deymiz. Sug'urishga 浇 degan xatni ishlatamiz. Eng oxirgisi, 那这个我们说biror narsani taygan vaqtimizda ya uning qurtlab uchi bir nimalar tushib qoladi yoki bo'lmasa o'g'it yetishmaydi. 那就是说我们现在种地的时候o'g'it beramiz ya bo'lmasa mushularga dorilarni chechib degandek bo'ladi-ku. Bularga qanday so'raymiz desak, 你们经常使用什么农药？ sizlar doim qanday mushu dorilarni ishlatibsizlar yoki bo'lmasa qanday o'g'itlarni ishlatibsizlar deb so'rasak, 你们经常使用什么农药？ 或者是你们经常使用什么化肥？
然后javobi nimdabdo， 我们一般使用有机肥。有机肥deganimiz这个 organic o'g'utlarni 有机肥deymiz。我们一般在这个地方指的是 odatda biz odatda organic o'g'utlarni ishlatamiz debdi。好，agarda bu mazmunlar这个agarda desak bo'lmaydi. Mayli qanday bo'lmasin, bu mazmunni cho'qib siz o'rganib bo'lishingiz kerak. 好，那下面呢，跟老师一起来读一下。你家有多少亩地？你家有多少亩地？我家有8亩地。我家有8亩地。你们种的什么农作物？你们种的什么农作物？我们种的小麦、玉米、高粱、水稻、棉花等。我们种的小麦、玉米、高粱、水稻、棉花等。下面，棉花亩产量是多少？棉花亩产量是多少？400多公斤。400多公斤。你家地浇水了吗？你家地浇水了吗？浇了，还没浇。浇了，还没浇。你们经常使用什么农药？你们经常使用什么农药？那化肥你写谁？你们经常使用什么化肥？你们经常使用什么化肥？我们一般使用有机肥。我们一般使用有机肥。那么一个有机肥能给jawab呢别的不多啊？那农药不管不什么的不的，我们一般使用什么什么什么农药？第三，不多。好，这个呢也完了啊。那接下来我们来看一下我们的看一看学一学。哎，今天的看一看学一学也是2个部分，是不是？2个部分。第一部分是农作物给，这个那第二部分呢是这个农具给，那我们呢一起来看一下意思。ma'nosini我就不说了，看到图你应该就知道了啊。那跟我一起来读一下。棉花，棉花，小麦，小麦，玉米，玉米，水稻，水稻，向日葵，向日葵，甜菜，甜菜。好，这是农作物。一般农作物呢，你们贴的东西是贴的，是点个好像是都种点还是都的，种棉花，种小麦，种玉米，种水稻，种向日葵，种甜菜啊，种。好，那么第二个农具，农具，第一个呢，砍土蔓，砍土蔓。砍土蔓。第二个铁锹，铁锹，铁锹，锄头，锄头，锄头，耙子，耙子，耙子，犁，犁，犁。镰刀，镰刀，镰刀。好，那同学们，今天我们的作业呢是，我农作物常用于表达方式呢，o'zaro dialog qilib, miyadagi narsalarni esimizda tutib, anadagi oldidagi a的 a 了，还有这个个了，cümle tuzib degandek。那老师相信你们一定会按时完成作业的。那今天我们的课就先上到这里，我们下一期再见。